16 yosh qiz 1 oyda 2 marta hayzi keladi. Bosh aylanish, holsizlik, tinkasi qurishi, asabiylik, uyquni buzilishi kabi belgilar bo'lgan. Oxiri onasi ko'rgan, qizim senda nima bo'lyapti deb, qizi keyin albatta shunaqa bo'lyapti mana shikoyatlarini aytgandan keyin ular ko'rigimga kelishdi. O'qishda, uyda ham unga kam e'tibor berganligi uchun o'zini yolg'iz his qilishni boshlaydi. Bu hammasi stress va e'tiborsizlikdan. Va bunda uzoq davomida hayzi qisqa bo'lib 15 kunda qon yo'qotavergani sari bu qizimizda kamqonlik aniqlandi. Hamma shu narsa tushuntirildi onalariga va bularni biz davolashni boshladik. Kompleksni davo qilinadi albatta. Va hozirgi kunda Allohga shukr, hayzlari iziga tushdi. Aziz onajonlarimiz, albatta o'sayotgan qizingizga, farzandingizga bee'tibor bo'lmang. Har doim unga dugona bo'ling, undan so'rab surishtiring va e'tiborli bo'ling.